Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Test drive'ga kelgandik. Sizlarda imkoniyati bormi? Misol uchun bizdagi mashinalarda bilsangiz, konditsionerni qo'shadigan bo'lsangiz, motorga ozgina nagruzka kelib qoladi. Bu mashinada unaqa emas. O'tiradigan sizenasi balandligini hisobiga bu u darajada bo'lmaydi. O'zini kengligini hisobiga, mashina balandligini hisobiga o'tiradigan sizenasi ham baland qilib ishlangan. Xavfsizlikni o'ylagan. Albatta. Bu mashina O'zbekistonda yig'ilyapti, Jizzaxda. Zapchastlardan umuman muammosi yo'q, shu kungacha muammosi bo'lmagan. Mana shu jaydariroq qilib aka-ukaga gaplashamiz. Bilishyapti-ki, Captiva'ni o'rnini bemalol bosayotgan mashina shu. Crossoverga o'xshatmadim, ya'ni yengil mashinadaqa shuni ulgutib beryapti. Ichingizda qanaqadir boshqacha status bo'lar ekanda. To'g'ri. Balandligini hisobiga obzoringiz katta bo'ladi. Yo'q, men o'ylaganimdan ko'ra motori kuchli ekan, to'g'risi. Chiylavordi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, qanaqadir to'lovlar ustida biz kelinglar bu mashinalarda полностью test drive qilamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, do'stlaringizga podelisak qilinglar. Avtosalonidan test drive'ga mashinalar terilib qo'yibdi do'stlar. Kelinglar bu mashinalarda test drive ko'raman do'stlar. Ya'ni xohlagan mashinamizni minib ko'rishga harakat qilamiz. Haval avtosalonida bu amal qiladimi yoki yo'q? Ya'ni test drive'lar amal qiladimi yoki yo'q? Ichkariga kiramiz. Qo'shimcha ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, do'stlaringizga podelisak qilinglar. Xodimlardan batafsil o'sha jaydari qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Test drive'ga kelgandik. Sizlarda imkoniyati bormi? Muammosi yo'q. Tezlashtirib qilib bersalaringiz juda ham xursand bo'lardik avtomashinani. Bitta minib ko'rmoqchimiz mashinalarni. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Sotuv bo'limida menejer bo'lib ishlayman. O'zingizga mashina ko'ramizmi aka? Mashina ko'ramiz, test drive ko'rishimiz kerak. Jaydariroq odamlarga umumiy qilib ko'rsatib bersak juda ham xursand bo'lardik. Bo'ldi, muammosi yo'q. Qilib beramiz. Tayyormi test drive'lari? Rozi bo'ldingizmi? Bo'ldi. Gap yo'q. Rahmat, prava bilan keldik. Mana do'stlar, problema bo'lgan yo'q. Hech qanaqa to'lov qo'ymaymiz, a? Yo'q, bepul aka. Mutlaqo bepul. Mutlaqo bepul. Qaysi mashinani minib ko'rsak bo'ladi? M6 ga yozdirdik aka. Birinchi M6 mashinamizni haydab ko'ramiz. Xohlasak bu yerda boshqa modellar ham bor. Albatta aka, Dargo modelimiz M6, Julion, H9, H6 hamma modellarimiz test drive'lari bor aka. Bu M6mizga aka. Bitta baho berasizlar do'stlar. 1.5 turbina motori. 1.5 turbina. Albatta, 143 ot kuchi bo'ladi. 143 ot kuchi. Независимый подвескалari. McPherson kompaniyasiga tegishli. Alohida mustaqil ravishda ishlaydigan. Chuqurlarni shunda sezmas ekanda mashina. Yo'q, chuqurlarni sezmaydi. Balkali bilan Независимыйning farqi juda ham katta bo'ladi. Keling, miningchi bu mashinani tashqariga chiqqanimizdan keyin yana bitta minib ko'raman do'stlar. Qaranglar, kattaligini mashinani bitta baho berasizlar. Aporni ekan. Xullas bu mashinani hozir bitta minib ko'raylikchi, o'shanga qarab sekin obzorga o'taveramiz, xudo xolasa. Birinchi yuradigan yo'limizni ko'rsatib, kartani sizga ko'rsatib beraman. Ikkinchi kurugimizni o'zingiz haydab ko'rasiz aka. Bo'ldi, muammosi yo'q. Menimiz taqib olamiz. Mashinamiz 1.5 turbina motorda aka. Qizigan holatda turibdi. Skoroslari joystikli bo'ladi. Pastga bitta tushiramizda. Tormozdan oyog'imiz ostiga yurmaydi. Gaz. Rushnoy tormozda turadi mashina. Ozgina gazni bosganimizdan keyin o'zi harakatlanishni boshlaydi. Sababi rushnoy tormozi qachon tushadi? Faqatgina remen taqilgan bo'lsa. Remen taqilgan bo'lsa o'zi avtomatik pastga tushadi rushnoy tormozlar. Bu ya'ni xavfsizlikni o'ylagan. Albatta. Misol uchun ko'pchilik haydovchilarimiz remen taqish esidan chiqib qoladi. Remen taqish esidan chiqib qolgandan keyin srazu mashina yurmaydi. Keyin o'ylanadi, nima qilmadim deydi, keyin remen taqish xayoliga keladi, srazu remenlarni taqib oladi. Mashinamizda avto hold bor, avto spusk bor, cruise kontrollari bor, klimat kontroli bor, ekran displeylari bor. Buni aka, misol uchun hozir test drive'ga chiqdik. Shuni detalliroq gaplashsak-da, odamlarga qiziqarli bo'lsa kerak bu narsa. Albatta. Keling, bu mashinani shu avtosalon xodimi bo'lganligingiz uchun, ancha-muncha narsasini bilganligingiz uchun yana ham o'sha jaydariroq qilib aka-ukaga gaplashamiz. Bo'ldi. Men tavsiya berardim aka, bu mashinada misol uchun uzoq yo'lga chiqsangiz charchamaysiz umuman. Sababi mashinamiz juda ham baland, keng. O'shani hisobiga balandligini hisobiga charchatmaydi. Salonlari materialniy salon bo'ladi aka. Umuman sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Yumshoq bo'ladi keyin sizninglar. O'zingiz ham menimcha his qilayotgan bo'lishingiz kerak. Yumshoqligini his qilyapti. Yo'llarimiz o'nqir-cho'nqir, tepa pastligini hisobiga ham hozir mashina o'zini ancha yaxshi his qilib ketyapti aka. Meni mashina masjidlarda otadi to'g'risi. Balkali mashina bilan Независимый podveskani farqi juda ham katta bo'ladi aka. Mashinamiz hozir
Cruise kontrolda emas, klimat kontrol yoniq turibdi. Gradusimiz bo'lsa bizda hozir 27 gradusda ketyapmiz ekan aka. 27. Bu nimasi? Salonni ichki iqlimi. Bu ventilyatorda uroveni. Ya'ni ventilyatorda ko'proq yoki kamroq aylantirishga ishlatsak bo'ladi u narsani. Tushunarli. Umumiy aytadigan bo'lsak, bu mashinani juda ko'pchilik maqtayapti ham, ya'ni rasxoti oz ekan mashinani deyapti. Albatta aka, shahar ichiga hozirgi kunda 8 litrgacha rasxot qilyapti. Shu M6 modelimiz albatta. 8 litrga menimcha shahar ichida juda ham zo'r bu. Chunki oddiy o'zimizning mashinalarimiz ham o'zingiz bilsangiz kerak qancha rasxot qilishini shahar ichida. Qolgan modellarga nisbatan ancha yaxshiroq. Haval brendi bo'yicha biror marta hali yomon fikr eshitmadik. Inshaalloh. Anchadan beri sotyapmiz modellarimiz aka, hech kim kelib turib bizga mashinangiz bunaqa ekan yoki qanaqadir minus tarafini aytmadi. Kim olgan bo'lsa, kelib turib maza qilib haydayapmiz, kamchiligi bo'lgani yo'q. Har doim misol klientlar bizga keladi, yog' almashtirishga yoki qanaqadir narsa ustanovka qilishga, anchadar qo'yishi mumkin, boshqa narsa qilishi mumkin. O'shaqa narsalarni kelgan klientlar baribir mashinani o'zimiz sotganmiz, bizni tanishadi ular. Biz bilan gaplashib qolishadi. Biz so'raymiz, o'zimizga ham qiziq bo'ladi chunki aka, rasxodi qancha bo'lyapti? Ochig'i. Misol aka qilamiz, so'raymiz, mashinchadan shunchagacha rasxod qilyapti deydi. Shahar ichida misol ko'p M6'lardiki 8 tagacha rasxod qilyapti. Ya'ni 708, 709, 8 o'shanaqa atrofida rasxod qilyapti aka. Bitta kruk qilib keldik aka, endi bitta o'zingiz ham haydab ko'rsangiz, menimcha his qilib haydagan bari boshqacha. Bekorga tez drive emas. Keling aka, bunday qilamiz. Hozir men mobilografim bugun chiqqan yo'q. Iloji bo'lsa kamerani ushlab tursangiz, men bo'ldi, muammosi yo'q aka. Mashinani parkovkaga qo'yib qo'ydim. Gap yo'q. Shu o'rinda bitta to'xtaganimizda do'stlar, sizlarga bitta ko'rsatib olsam mashinani, общисini, gabaritini ko'rib turibsizlar mashinani. Orqa o'rindig'i ham oz bo'yiz necha? 187. 187. Bitta o'tirib ko'rasizmi aka? Bo'ldi, muammosi yo'q. Bo'ldi. Mana, mabodo qiziqqanlar bo'lgan bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqsalaring. Orqasiga o'tiraymi, oldisiga ham aka? Oldiga o'tiring. Bitta ko'rsataylik buni. Oldisi aka. Oldini ham bitta ko'rsatib ko'raylik, Oldida masalan hozir men bemalol o'tiribman. Oyoqlarim, qo'llarim, uzoqligi juda ham yaxshi, o'zimga bemalol bo'lib turibdi. Hozir qulay menga shu narsasi. Endi bitta orqaga o'tirib ko'rsatib beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Mana orqasini ham bitta ko'raylik. Mana. Joy bormi yoki yo'q deganlar uchun. Mana. Orqasiniki aka. Даже bizda hozir 5-10 santimetrgacha joy bor. Keyin yana bitta zo'r fishkasi Havalnikini aka, o'rtasida mana polida tekis bo'ladi. Bilsangiz ko'p modellardagida o'rtasida tog'i bo'ladi. Ozgina qiyinchilik tug'dirib qo'yadi o'rtadagi yonamga. Podlokotniki ham bormi? Albatta. Podlokotniki ham bor. Kerakli bo'lgan hamma funksiyalari bor aka. Gap yo'q. Bitta baho berasizlar umumiy ko'rinishini. Endi esa bu mashinani bagajini ham bir yo'li ko'rsatib ketsam. Bo'ldi, mana monoqochda avtomashina, sensorli datchiklarimiz bor. 360 bormi yoki orqa kamera? Orqa kamera, orqa parktroniklari bilan jihozlangan. Bagajimiz salkam 800 litr aka. 800 litr. 780 litr bo'ladi. Kattaroq propan qo'yilgan bo'lsa ham ming yurib borar ekan. Albatta. Esdan chiqib qolgan. Hozir misol o'zimizni tanishlarimiz olib turib, bu mashinada Rossiyaga qatnashyapti. Oddiy misol. Rossiyaga qatnayapti, bemalol maza qilib borib kelishyapti. Captiva'ni o'rnini bemalol bosayotgan mashina shu. Voh. Captivalar bilan bemalol raqobatlashib qo'yaveradi. Rasxoti ham oz. Rasxoti ham oz. Propan qo'yib olsa undan ham zo'r bo'ladi aka. Benzinda ham, propanda ham ikkalasi 1200 kilometrdan ko'p masofani bosib o'tadi mashina. 1200 kilometrdan oshiq. Oho, esdan chiqib qolar ekan. Bu klientlarning o'zidan eshitayotgan gaplarimiz aka. Misol uchun men o'zimdan o'qimayapman yoki kimdir menga o'rgatmagan bu narsani. Klientlarning o'zi sotgan mashinlarimiz o'zlari egalari kelib turib, mana shunaqa o'zimni qo'shnim misol uchun Rossiyaga qatnaydi. O'sha odamni eshitayotgan gapim. Gap yo'q. Ya'ni o'zingizdan sotib olingan ekanda u. Albatta aka, o'zimdan olishgan. Tushunarli. Mana multirol avtomashinamizda bismillahirrohmanirrohim. Hammamizga shunaqa mashinalar inshaalloh nasib qilsin. Endi men o'zim test drive ko'rsam-da bu mashinani. Iltimos aka, mana shu ushlab berib tursangiz. Bo'ldi aka. Men remen tiqadayapman. Mashinamiz parkovkada turibdi hozir. Parkovkada turibdi. Buni bosamiz. Yuzi ketaveradi. Buni avtomatik tushadi, remenis taqilganini hisobiga. Tushunarli. Bu yerda lipistoklarimiz ham bor ekan. Albatta aka, lipistoklar bizda ko'proq tog'li hududlarga chiqqanimizda yoki perivallarga, Toshkentga borganingizda ancha yordam beradi. Sababi o'zingiz xohlagan paytda skoroystingizni almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Avtomat korobka bilan lipistok mexanический transmissiya qilib qo'yadi mashinani. Ya'ni mexanika tizimiga olib o'tib qo'yadi. Lekin mashina yumshoqligi bor do'stlar, haqiqatdan yumshoq ekan. Tortishlari ham, qo'zg'alishlari ham to'g'risi crossoverga o'xshatmadim. Ya'ni yengil mashinadaqa shuni ulgutib beryapti. Aytganingizni qiladigan mashina. Tepada o'zida lyuklari bor aka.
bemalol ochib, настроениyani ko'tarib ketadi. Gap yo'q. Hoppa. Qani bismillah. Chuqurlarda sezgan bo'lsangiz, mashina hech qanaqa ovozlarsiz, yamaligini hisobiga mashina baribir tepa-past bo'ladi. Doqqillab urmadi. Ha, do'qillab urmaydi. Balka emas, shuning uchun. Balkali mashinalardan ancha farq qiladi. Независимый подвескadagi mashinalar. Oho. Korobkamiz qanaqa bu mashinada? Korobkamiz aka robot bo'ladi. Aha. 7 ta pog'onali robot korobka bo'ladi. Двухстепленный bo'ladi, 2 ta steplenali bo'ladi. Ya'ni 2 ta steplenali bo'lishining sababi yaxshi tarafi aka, skordan skorga almashtirilayotganda mashina bildirmaydi sizga. Misol uchun birinchi skorda ketyapsizda, birinchi steplenada. Ikkinchi steplenada sizga ikkinchi skorni siz tayyorlab berib turadi. Qiynalmaydi, mashinani qiynamaydi, sizga bildirmaydi, rasxodlarni pasaytirib beradi. To'g'risi, keyin yana bitta miyamda boshqa narsa ham aynalyapti. Bu mashinani minib ketayotganda, ya'ni o'zimga olgandaqa ko'ryapman-da, shtobi. Qanaqa? Test drive shuning uchun, aka. Xullas, do'stlar, bu mashinani olishni tavsiya beraman. Sababi kattaligini hisobiga ichingizda qanaqadir boshqacha status bo'lar ekanda. To'g'riroq aytsangiz. Balandligini hisobiga obzoringiz katta bo'ladi. Yo'q, men o'ylaganimdan ko'ra motori kuchli ekan, to'g'risi. Chiylavordi, boru. Gap yo'q. Endi bu mashinani minib yurgan akalarimiz bo'lsa, Primoy kommentga ham yozib ketinglar, shtobi bu mashinani oldim, bunaqa plusi bor ekan, bunaqa minusi bor ekan deb bemalol aytib o'tib ketaveringlar, xudo xolasa. Endi bu mashinani korobkasi haqida gaplashdik. Endi motor haqida ham bir gaplashsak-da. Motorimiz aka 1.5 turbinali motor bo'ladi. 143 ta ot kuchi tsepnoy motor bilan jihozlangan bo'ladi. Tsepnoy motor remelli motorga nisbatan ancha kuchli bo'ladi aka. Sababi remelli motor, zubchati remelli motorimiz maksimum 200-250 ming kilometrgacha indamay yurib berishi mumkin. Tsepnoy motor, tsepli motor bo'lsa, yog'ini vaqtida almashtirib yursangiz 550-600 ming kilometrgacha bemalol harakatlanishingizga garantiya beradi. Tsepnoyligini hisobiga. Ya'ni hozir motorni ochib yana ham ko'rsataman do'stlar. Yana ham detalli gaplashamiz, iloji boricha. Mana shu hech kimga xalaqit bermagan joyga shuni to'xtayman-da. O'sha nimasini olib, batafsilroq ko'rsataman. Do'stlar, mana sekingina mana shu parkovkaga shuni to'xtaydi. Mana bismillah. Hoppali. Mana bitta baho berasizlar. 1.5 turbina motor. Albatta, 1.5 turbina, tsepniy motor bo'ladi. Tushunarli. 4 ta portionli bo'ladi. ABS, konditsioner, hamma narsalari bor. Konditsionerni yoqqaningizda motorga kuch kelmaydi. Asosiy farqi qolgan mashinalardan. Misol uchun bizdagi mashinalarda bilsangiz, konditsionerni qo'shadigan bo'lsangiz, motorga ozgina nagruska kelib qoladi. Bu mashinada unaqa emas. Tortayotganda ham qiynalmaydi demoqchisiz-da, yozlarida. Tortlarga ta'sir qilmaydi bu narsa. Undan bag'i kunlay isishni boshlaydi do'stlar. Rosa kerakli narsani aytdilar, ya'ni konditsionerda aytdilar. Bu yerda ABS sistemasi bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Qaranglar, top-toza holatda turibdi mashina. E'tibor berib qo'yasizlar. Inshaalloh hammamizga ham shunaqa mashinalar nasib qilsin. Sekingina kapotni yopsak-da, bu yerda ham shumkasi bor ekan. Albatta aka. Mashinamizning kuzovi bilan eshiklarda, obshivkalarning o'rtasida ham o'zining shumizolyatsiyasi bo'ladi, zavodskoy. Bu yerda. Albatta. Beskulchoy dostuplari bor mashinamiz aka. Beskulchoy dostup bilan ochasiz, yopasiz. Bag'ida elektron stiklopodъемниклari bo'ladi. Bakovoyimizni ham chetdan regulировка qilsak bo'ladi aka, o'zimizga moslab. Karbonga ishlaganga o'xshab. Karbonga o'xshab chiqarilgan albatta aka. Sizenalar aka hali aytib o'tganimdek juda ham yumshoq. Keyin bundan sizenani tushirib, pastroqqa yoki teparoqqa ko'tarishingiz ham bo'ladi bemalol. Mashinani shunda balandligini his qilib ketsangiz bo'ladi o'zingiz uchun. Avtospuski bor. Buksovat rejimini o'chirib qo'yadigan, yoqib qo'yadigan rejimlari bo'ladi aka. Mashinamiz tablosi analogiy tablo bo'ladi aka. Strelkali albatta. Gap yo'q. Maksimalniy skorost aka mashinamizniki 240 bo'ladi. 240. Albatta. Multirol, ya'ni avto sistemani boshqarish uchun, monitorni boshqarish uchun funksiyalarimiz bor. Mana umumiy orqa ko'rinishlarni bitta ko'rasizlar. Avto hold avtomashinamizda mobodo elektron ruchnoy tormozlari. Svetoforga to'xtaygan bo'lsangiz, mashina o'zi to'xtab, motorni o'chirmaydi. Yo'q, motorni o'chirmaydi. Tormoz sistemasini o'zi ushlab turadi. Siz oyog'ingizni og'ritib, charchatib, toliqtirib, tormozni bosib turmaysiz. Orqa balonlari ham diskli tormozda jihozlangan bo'ladi, ABSlari bo'ladi aka. 4 ta balon diskli tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Gap yo'q. Orqalarini ham yana bir qator ponni ko'rsatsam, juda ham keng orqalari aka. Mana do'stlar, e'tibor berib qo'yasizlar. Ya'ni hamma yo'g'imiz o'sha materialni sijini avtomashinada. Xo'p, bu yerda ya'ni orqasida ham ko'rishlaringiz mumkin, ya'ni
havo sistemasini legirovka qilish imkoniyati bor ekan. Bu yerdan zaryadka imkoniyati bor. Mana aux kabel deydi odatda. Xo'p, poliklar tashlangan. Bu yeri boya aytganlaridek tekis ekan do'stlar. Sidinasini mabodo aka jaydarroq ko'rsatsangiz buni. Ochaylikda bitta fikr kelib qoldi. Orqada sizlar aytdim. Sidinani yotqizsaydi, mashinani. Yotsa ham bo'ladimi odam? Sizena mana o'rta qatorimizdagini o'tiradigan sizenasi balandligini hisobiga bu darajada bo'lmaydi. Aha. O'zini kengligini hisobiga, mashina balandligini hisobiga o'tiradigan sizenasi ham baland qilib ishlangan. O, hozir bitta yotqizaylikda xayol uchun ko'rsatib o'tsam-da. Bu mashinaning sidenasini yotqizasizlar do'stlar. Mashakka menimcha kichikroq mashinani ham tushirib qo'ysak. Hoppa. Remenlargacha bor ekan orqada. Mana. Bu yerga bir narsadan mebelda yasattirsalaring, mabodo etak yasattirsalaring kerak. Mabodo propan qo'ygan bo'lsalar, yasatsalaring, mana shu yerda tekis qilib olsalaring, 63 talik propan bemalol tushadi aka mashinamizga. 63 talik. Ya'ni nima demoqchiman? Do'stlar, propanni ham qo'yib, hatto yotib ham ketadigan joy qilsalaring ham bo'lar ekan mashinada. Xullas, bu yerda nimalari bor? Zapaskasi, domkrat, ключ, hamma narsalari bor aka. Ha, Dakatka balon bo'ladi. dakatka balon. Shu yerda o'ziga aka 63 talik propan tabletka balonimiz tushadi. O'shuni o'zida misol uchun 700-750 km yursa bo'ladi propanni o'zida. Ha. Mashinamiz 700-750 km ga harakatlanadi propanni o'zida. Aha, tushunarli. Endi aytaylik aka, oddiy detallarga keladigan bo'lsak, misol uchun orqa stop yoki mana shunaqa amortizatorlarda topsak bo'ladimi nari ichida? Bemalol aka, bu mashina O'zbekistonda yig'ilyapti, Jizzaxda. Aha. Zapchastlardan umuman muammosi yo'q, shu kungacha muammosi bo'lmagan. Aha. Xudo xolasa bundan keyin ham muammolari bo'lmaydi. Keyin zapchastlari unaqa qimmat turmaydi. Aha. Bemalol o'zi o'sha xalqimiz ko'taradigan narxlarda bo'ladi. Inshaalloh. Sekingina yopib qo'ysam-da buni bu tomondan ham. Asosiy fishkasi aka, mashinani balonlari zavodskiy yumshoq balonda chiqqan bo'ladi. Balonlarni almashtirib yurmas ekanmiz-da shunda. Mashina olganingizdan keyin rasxodingiz yo'q. R17 balon bilan jihozlangan bo'ladi aka. Zavodskiy yumshoq balonda. Mashinani olganingizdan keyin 50-60 ming kilometrgacha sizga yurib beradi. Tonnasi qanaqa? Tonnasi 1 tonna 497 kilogramm bo'ladi. Oho, gap yo'q. Bu mashinani do'stlar, qaranglar. Garantiyalari bor ekan, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan ekan. Tem bo'li men o'zim ham minib ko'rdim. Xudo xolasa mashinani olishni tavsiya beraman, to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsam. Xo'p, endi bu mashinani narxiga keladigan bo'lsak, narxlari aka, birinchi pozitsiyasi 249 million 900 mingdan boshlangan. 279 million 900 minggacha bor narxlar. tushunarli. 3 ta pozitsiyada bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi mexanik korobka bo'ladi. 2-3 pozitsiyalari bo'lsa avtomat korobka bo'ladi aka. Avtomat korobka Albatta. bo'ladi. Xohlaganimiz demak test drive qilish imkoniyati bor ekan-da. Bor, hammasini ichida bor aka o'zimizda. Gap yo'q. Mabodo lokatsiyani ham tushuntirib o'tsak aka. Lokatsiyamiz aka Farg'ona kichik xalq yo'li 101 A uyda joylashgan. Bizga orientir Ko'ksaroy to'yxonasi yokida Polon shashlik chorrahasi. Ikkalasining o'rtasida joylashgan aka Farg'ona kichik xalq yo'li 101 A uy. ADM Global Haval rasmiy dilerlik markazi. Gap yo'q. Kimda kim qiziqsa bemalol kelib, test drive qilib, mana shunday ko'rishlari mumkin. Albatta tekin. Kimda kim qiziqsa bemalol kelib. Prava kerak bo'ladi xolos. Pravalar bilan kelsa bo'lsa, bo'ldi. Inshaalloh. Gap yo'q. Sizga ham kattakon rahmat aka. Alloh razı bo'lsin. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling, kutamiz avtosalonimizda aka. Inshaalloh.